akalar, bu O'zbekistonda shunaqa yurishi mumkinmi akalar? Oldi bu tomonda ketyapti. Orqasi bu tomonda ketyapti. Tuzuvchilar jo'natib qo'ygan. Oy oy. Ya aka, o'zi aytdi, men aytdim, yurish ko'paytiring dedi, Rushan aka. Lekin akamiz yaxshi ketyapti. Shu Yurish holatda. ko'paytiring, sen aka men bilan bir bira choy ichgisi kelmayaptimi dedi Rushan aka. Nima sababdan shunaqa bo'lgan akalar? Kechadan beri dedi, kechadan beri bir uyqon qochyapsiz dedi. Yo'q, kilometr yo'nalishimiz bor, ko'paytiring oldik desam, aka o'zi yaqinlashtirmayapsizganda bo'ldi aka dedi. O'g'lim boraman uka, kuchli bo'lmasa aka. Xo'p. Uy, qochib ketdi. Ketvordi.